3-trek. Hukmdor pichirlab nafas oldi. Nechuk shamol uchirdi. Xush kelgaysiz. Qulluq hazratim. Bir muslimai mo'minani yetaklab kelmishlar. Olampanoh. Mulla Abdujabbor hukmdor ovozidagi pichingdan xijolat chekdi. Bul muslima Muzaffar qo'shiningiz sardorlaridan sanalg'on rahmatli bobo Mirsharof hazratlarining joyi jannatda bo'lg'ay. Zavjayi haloli, ya'ni kim muboshir me'moringiz o'g'lon Muhammad Avaz zoti oliylarining volidayi mukarramalari bo'lurlar. Andoq demaysizmi? Xobgohi muborakka xush kelibsiz, nazokat bonu, dedi hukmdor o'ychan. Ko'rmoq nasib etmag'on esa-da sizni bilamen. Billoh joynamozga har rakat yukunganimda bobo Mirsharofni yodga olib, Halloqi olam rahmatini tilaymen. Ul saroyga sadoqatini ko'rguzgan jasur sardor erdi. Hayotdan umri kalta erkan. Xo'sh ustod, kamina xizmatlaringizga hozirmen. Agar bir qoshiq qonimdan kechsangiz, muddaoyimizni bildirmakka rag'batlanur erdim. Kechdim taqsir. Sizdek pokiza zot yaxshilik so'roqlab kelmog'iga inonurmen. Qulluq olampanoh. Ustod bir muncha tetiklashdi. Sizning gulshaningizda bir gul bino bo'libdir. Bul muslima suyanchug'i o'shal gul nazokatiga asir tushibdir. Alar sizdan najot kuturlar. Mulla Abdujabbor so'zlarkan hukmdor qiyofasi so'niklashdi. Tikan ustida o'tirgandek bezovtalana boshladi. Usta oxirgi gapni aytib ta'zim bajo keltirgach, yalangto'sh taxtdan shoshilmay tushdi. Yuragingiz tog' erkan ustod, dedi loqaydlik bilan kulimsirab. Ammo bu jur'atu beandishaligingiz jallod qilichi ila siylov topmog'i boshingizdan kechmadimi? Elchiga o'lim yo'qdir, hazratim. Ha, xayriyatki elchiga o'lim yo'qdir. Hukmdor xanjari sopiga qo'l yubordi. Ammo insof yuzasidan kalom qilingiz. Kamina qizimni minishga hatto oti bo'lmagan yalangoyoqqa berurmenmi? Mulla Abdujabbor javobga so'z topolmay majozsizlandi. Mo'ysafidning g'ururi poymol bo'lgan edi. Qisqagina zil-zambil jimlik onai zor tilini qayradi. Og'oyi sharif, ko'zim qarog'ini bunchalik yerga urmangiz. Ul Temuriydir. Padari buzrukvori kimligini hozir o'zingiz ta'rif etdingiz. Shamshir zarbidan og'irroq bunday gapni kutmagan hukmdorning nafasi ichiga tushib ketdi. Lekin qiyofasidagi tundlik zarracha o'zgarmadi. Aning arvohini tinch qo'yingiz, dedi birdan ovozi titrab. Anga bo'lgan hurmatimni bo'ynimga sirtmoq qilmangiz. Billoh, hukm qilamen kim? Eshigimga bunday niyat ba'daz ayoq qo'ymangiz. Hukmdor badanida yovuz bir zilzila qo'zg'algandi. Go'yo shu zilzila ichida chaqinga aylanib og'ir gavdasini tebratdi-yu, og'zidan qattol so'zlar olov kabi ufurdi. Bahodir bir gapini ikki qilganini ahli mo'min eslolmaydi. Biror falokat yog'ilishidan hadiksiragan sovchilar xijolat ichida saroydan bosh egib chiqishdi. 10. Mohbonu sovchilar tashrifidan bexabar, shirin xayollar ertaning yodi bilan mashg'ul edi. Saroyning sovuq sukunati, mahobatli qasr ichra beiz yo'qoladigan kunlar bag'rini ezadi. U faqat kanizaklar davra qurib raqs tushishganda yoki lapar aytishganda bir oz ovunar, ark gulzori va bog'ida yakka kezinish bilan ko'nglidagi chigilni yozardi. Bugun ham kechki salqin chog'i boqqa yolg'iz chiqdi. Padari buzrukvori xushlaydigan bahavo shiyponchada darvoza tarafga termulib o'tirdi.
qosh qoraya boshladi hamki, kanizak daraksiz edi. Boqqa qorong'ulik cho'kdi. Kulrang osmonning bir chetida Zuhro miltiradi. Bonuning ichiga g'ulg'ula tushdi. Ustida tirandozlar yurgan qalin, shinakli devor tagi bilan darvozagacha bordi. Taskin topolmay umidsizlanib iziga burildi. Saroyni odatdagidek o'lik vahm quchgandi. Qandaydir sharbat taqib etayotganday uzun yo'lakdan qo'rquv bilan o'tdi. Ichkariga kirgach, me'dasiga tekkan tilla qafasga tushgandek siniq xo'rsindi. Mening telbaligim, par to'shaklarga ko'milib o'tirarkan o'yladi. Sizday farosat va malohat sohibiga nechuk o'tirishdi, nechuk. Pastqam Bag'dodi eshik ochilib, kanizak kirdi-yu, qushdek potirlab qo'zg'aldi. Kanizakning ostonada jilmayib xotirjam turishi toqatini toq qilib yubordi. Ul zoti mukarramni ko'zingiz bilan ko'rdingizmi, jonim Habiba? Ko'rdim, malikam, ko'rdim. Kanizak hadik bilan shivirladi. Ul kishi behad mahzun ko'rinadirlar. Nechun? Sababini so'ragan erdim, sukut ila javob qildilar. Ne gap tayinladi? Bitik berdilar. Ahvolingizga bisyor lafz soldilar. So'ng malika mayli kamina uchun ezgudir, ixtiyorlari ila ish tutsinlar demishlarkim, bul kalomga tishim o'tmadi. Hali gap bilan Muhammad avaz nimaga ishora qilganini u ham tushunmadi. Parishonlik iskanjasida maktubni o'qirkan, birdan kanizakka qaradi. Tirnoqlaridan boshigacha karaxt bo'lib qola yozdi. Sovchilar quvilg'on, unsiz nido og'u kabi ko'ksini lovullatdi. Quyuq kipriklari soyasidagi jon o'rtovchi ko'zlarida yosh halqalandi. Qandaydir ko'ngilsizlikni sezgan Habiba uni yupatmak niyatida ko'rpachaga cho'kkalaganda eshikda katta malikaning to'lishgan qomati ko'rindi. Habiba qo'l qovushtirib ostonaga tisarildi. O'pkasi to'lgan Mohbonu bo'rtgan yuzini par yostiqqa bosib, nozik yelkalari silkinib yig'layotgandi. Qaymog'im, daryoyi ashk nechun? Deb talvasi ichida so'radi Xurshida oyim va hatto boshini ko'tarishni istamagan qizi ustiga engashdi. Uning parishon, yoyilgan 40 kokiliga asta qo'l tekkizarkan, yostiq chetida unutilgan maktubni ko'rdi. Avval istar-istamas, so'ng yutoqib o'qidi. Eyvoh, bu ne ko'rgulik! Xurshida oyim qizini unutib yo'lakka chiqqanini sezmadi. Bir necha soniyadan keyin xobgohda tayoq yegan kuchuk bolasiday qisinib turar, qay yo'sinda so'z ochishni chamalardi. Bemahal bo'lib qolganidan vazir va vuzaro allaqachon tarqagan, boshdan oyoq simu zar bilan bezatilgan keng xonada hukmdor shirak kayf o'tirardi. Parishonsiz malikam. Yolg'iz chirog'imiz tashvishini chekadirmen hazratim. Nechuk? Muboshir me'moringiz sovchilari quruq qaytgani bahonasida malikani olib qochmoqchi emish. Bunday uzun quloq gaplarni qaydin oldingiz malikam? Malika javob o'rniga maktubni uzatdi. Hukmdor unga g'ijinib ko'z yugurtirarkan, o'siq qoshlari orasidagi tugun chuqurlashdi. Men ul nobakorni zindon qiladirmen. Andoq shoshilmang hazratim. Malikaning ham anga ko'ngli borga o'xshaydir. Ko'z yoshlari ustidan chiqdim. Qo'l qovushtirib o'tira beraymi? Ul nokas meni sharmanda qilmasmi? Ma'lumingiz kim? Muboshir me'mor izzati el orasida behad hurmat topgan. Bunday kishiga birdan chang solsangiz, uyatda qolursiz. Ulus nazarida yomonotliq bo'lursiz. Shundoq erkan har ne tadbirga kengashib botinsangiz. Yalangtosh sukutga toldi. Anchadan keyin boshini ko'tarib, burchakdagi zar yuritilgan xontaxtada turgan balbalaga ishora qildi. Balbala may idishi. Xurshida oyim pushtirang gul zarb qilingan xitoyi chinni ayoqqa may quyib uzatdi. 11.
Hukmdor tun bo'yi o'tkir sharob bilan ovunib, tongga yaqin jinday mizg'idi. Ertalab xosxonasiga hech kimni yo'latmadi. Arkoni davlatni ham kiritmadi. Keyingi kunda eshigi turmini buzgan sovchilarni birma-bir xayolidan o'tkazdi. Afsuski, birortasi didiga o'tirishmadi. Faqat o'ng qo'l vaziri Boboxo'ja Safo Samarqandiy hazratlarining vakolati sal nufuzliroq edi. Ruhoniylar, qalandarlar va darveshlarga rahnamolik qiluvchi bu zot Shahristonda ancha-muncha obro' topgan bo'lib, Yalangto'sh ham unga bir qadar suyanardi. Bultur suxanini sindirolmay, o'g'li Nabixo'jani madrasa qurilishiga ta'minot mirzasi qilib tayinladi. Keyinroq vazir qudalik da'vosi bilan huzuriga kirdi. O'shanda unga tayinli javob aytmagani ustiga hanuz biror qarorga kelmay beparvo yurardi. Mana endi Muhammad Avazning maktubi uni talvasaga solganidan tashqari hal qiluvchi bitimni tezlashtirishga undadi. Oq oralagan soqolini tutamlagancha arabiy gilamlar to'shalgan salqin xobgohda uzoq kezdi. Chorasizlikni chorasizlik bilan yengmoqchiga o'xshardi. Bir payt Isfahoniy xanjar dastasiga o'rgangan o'ng qo'lini keskin siltab to'xtadi. Kaftlarni bir-biriga urdi. Eshik og'asi kirib ta'zim qildi. To'ng'ich malikani chaqirtiringiz. Bosh ustiga davlatpanoh. Malika kelguncha o'tgan muddatda Yalangto'sh dimiqib tars yorila yozdi. Sersoqol basharasida qat'iyatkami, dilgirlikkami o'xshash nimadir akslangandi. Xurshida oyim kirdi. Erining tabi xuftonligini payqab, jimgina og'zini poyladi. Undan sado chiqavermagach, sabrsizlandi. Huzuringizga chorlashga chorlab, nechun endi sukut saqlaysiz? Kaminani qiynag'on dard sizga ozor bermasmikin, deya istihola qilmoqqa boshladim. Sizning dardingiz kaminaning ham dardidir, qiblagoh. Billoh haqdirsiz. Ma'lumingiz kim, keyingi kunlarda sovchilar orom bermaydir. Boz ustiga malikaning beboshligi qo'shildi. Aning boshini bog'lamoq fursati yetibdir. Saroyga munosib kimsa bo'lsa, kamina ne der edim? Saroyga munosib kimsa Boboxo'ja Safo janoblarining o'g'lidir. Aning sovchiligini qabul aylamak ahdini qilamen. Ahdu qavillari muborak o'lg'ay. Xurshida oyim qizi boshiga qo'najak baxt qushini tasavvur qilib tabi yorishdi. Hukmdorni yana bir bor muborakbod aylab, xushxabarni malikaga yetkazishga oshiqdi. Mohbonu bog'da, malikalar qurshovida sayr qilib yurardi. Xurshida oyim uni shiyponchaga imlab chaqirdi. Ko'zlariga tikilib kuldi. Birdan jimidi, taraddudlandi. Oxiri chidolmay, hukmdor ahdini shivirladi. Baxting ochildi, qizim. Mohbonu hangmang bo'lib qoldi. Shiyponcha panjarasiga holsizlanib suyandi. So'ng boshiga gurzi tushgandek hushsiz yiqildi. Gangigan Xurshida oyim uni ko'tarib ko'rpachaga yotqizdi. Chinniday oqarib jonsizlangan yuziga sovuq suv sepdi. U bir seskanib ko'zlarini ochdi. Nigohlarida yupanchdan yiroq bir mung qotgandi. Boshida ezilib turgan onasiga qaramay, o'sha mungni hazin ovozi bilan zo'rg'a ifodaladi. Otajonimga aytingiz, yo zahar ichamen, yo ark tomidan o'zimni tashlaymen. 12. Mohbonu do'zaxiy xonasida ko'rpa to'shak qilib yotib oldi. Nogahon yarasining yorilishi Xurshida oyimdan ham Yalangto'shni yomonroq dovdiratdi. Faqat mayin nob bilan ovundi. U saroy tabibi Davoi Samarqandiyni har soatda xobgohga chaqirib, qizining sog'lig'ini so'rardi. Chamasi Mohbonuning ahvoli aytgulik emasdi. Tabib siniq tovushda inshaalloh o'zi shifo bergay deb
Yalangto'shni tinchitmoqchi bo'lardi. Hukmdor umrida birinchi daf'a saroyga sig'may qoldi. Ko'ngli ovni, shikorni tusardi. Ammo tezda bu fikridan ham qaytdi. Bir kun ertalab arkoni davlatni yig'ib, Registonga otlanish haqida farmon berdi. Sharqiy Eronga yurishi paytida tog'liq bir amir javohirli yugan afzali, tilla uzangisi bilan tuhfa qilgan oq otda Registon sari yelib borarkan, egarda o'tira olmay to'lg'anardi. Maydonni qa'riga tortgan girdob uni boshqa o'ylardan sal bo'lsa ham chalg'itdi. Baland havoza biqinida jilovni tortdi. Sarbozlardan biri qo'ltig'iga kirib, otdan tushishga ko'maklashdi. Hukmdor faqat Muhammad Avazga qo'lini tutdi. Odatdagidek qurilishdagi ikir-chikirlar bilan qiziqdi. So'ng o'zga gap topolmay qovog'ini soldi. Muhammad Avaz Yalangto'shning ahdidan voqif edi. O'zini zukkotab sanaydigan bu odam chertib tanlagan kuyov hafsalasini pir qildi. O'shandan beri nahotki g'uncha kabi nozik malika peshonasiga shul to'nka bitgan bo'lsa deb o'zicha afsuslanib, ham nafratlanib yurardi. O'z ahvolotingizdan nechun so'zlamaysiz, me'mor janoblari, deya kutilmaganda so'rardi hukmdor. Soyai davlatlarda ahvolimiz a'lodir, deya javob qildi Muhammad Avaz. Faqat bir qoshiq qonimizdan kechsangiz, bir arzimiz bordir. So'zlangiz. Bir toifa me'morlar ila boniylar yumushdan og'rinadurlar. Bois bulkim ta'minot mirzosi Nabixo'ja janoblari 3 oydan buyon vajhi maoshdan qisqon erkanlari. Hukmdorning yuziga qon tepib, Boboxo'jaga achchiq qarash qildi. Vazir o'g'lining nomini eshitgandayoq adoyi tamom bo'lgan edi. Hukmdorning nigohi yerga kirgizib yubora yozdi. Bandai ojizni kechirgaysiz qiblagoh, deb zo'rg'a tovush chiqardi. Shu mahal Nabixo'ja xalloslab kelib, pakana gavdasini hukmdorning oyoqlari ostiga tashladi. Boshidan uchib, ko'kish sallasi chuvalanib ketdi. Hukmdor ayanchli qaltirayotgan Nabixo'janing zog'ora aftiga tikilarkan, ichida zab kuyov topibmen, nimasiga uchindim, deya g'ijindi. Nechun bu kabi o'zboshimchalik? Pushti panoh, afu etingiz. Hisob kitobda jinday chalkashlik bor edi. Shu sababga ko'ra jinday chalkashlikni 3 oy mobaynida bartaraf etmagan mirzaga ne jazo loyiq odamlar? Hukmdor me'morlar va boniylarga ko'z tashladi. Hech kimdan sazo chiqmagach dedi: "O'zim aytamen. 40 darra, 6 oylik zindon." Boboxo'ja Bahodirning etagiga yopishdi. Afu so'rab yolvordi. Hukmdor sekin etagini tortib olib, yasovul boshiga imo qildi. Nafasi qiyilgan Nabixo'jani maydon o'rtasiga sudradilar. Yelkasini yalang'ochlab, yuz tuban yotqizdilar. Qo'llarini gunoh xodasiga tortib bog'ladilar. Vazir iltijosi benafligini anglab, ilojsiz qoldi. Qarshisida yerga qorishib yotgan o'g'li ekanligiga ishonmas, har gal darra havoda vizillaganda ko'zlarini chirt yumardi. Yarim soatlardan so'ng yelkasi momataloq bo'lib qip-qizil qonga bo'yalgan Nabixo'jani zambilga solib zindon sari olib ketdilar. Yalangto'sh jazo marosimi adog'ida ta'minot mirzosini o'zgartirdi. Unga 3 oy vajhi maoshdan benasib bo'lgan ustalarga tilla tanga tarqatishni amr etdi va o'zi Muhammad Avaz bilan peshtoq tomon odimladi. 13. Muazzam madrasa qaddini rostlagandi. Peshtoq o'mrovidan o'sib chiqqan 2 gumbaz va 2 minora havoda muallaq qotgan. Minoralarning qo'ziqorin sallasini eslatuvchi guldastalari kamalakday yonadi. Peshtoq sarhatlari ham koshinlar tili bilan so'zlaydi. Katta ravoqning islimiy gullari, morpech, burama bezaklari sokin nurlanadi. Morpech ravoq girdini hoshiyalaydigan koshinkoriy bezak. Hukmdor peshtoq o'rtasi ziynatlanmaganini nazardan qochirmadi.
Muhammad avaz xiyol taraddudlanib, inshaalloh peshtoq ta'bingiz go'hari bo'lg'ay demoq bilan kifoyalandi. Yalangto'sh bosh irg'ab ravoq tagiga o'tdi. 2 qadam bosmay qandaydir kuch tortgandek beixtiyor to'xtadi. Nozik o'ymakorlik qilingan jiyda guliday mayda naqshlari bir-biri bilan bahs boylashgan qo'sh tabaqali darvozadan nigoh uzolmay qoldi. Bu darvoza hanuz ko'rkini yo'qotmagan. Bunday hunar javohiri kimga tegishlidir? Muhammad avaz bejirim kuzalgan oqish chehrasiga yarashig'li kalta soqolini tutamlab odob saqlab turardi. Hukmdor hayrat ichra bergan savolini unutib, yana darvoza tomoshasi bilan mashg'ul bo'ldi. Kimdir orqadan so'z qotdi. Bu javohirga muboshir me'mor janoblari 1 yil sayqal u jilo berdilar.